Men 7 yildan beri Turkiyada yashayman. Hamma nimaga yuzing tiniq deydi. Ya'ni Turkiya turmushga chiqqanimga 7 yil bo'ldi. Istanbul havosi evet to'g'ri biroz namlantirib turadi, lekin yuzimga nima aniq qilishimni aytib beraman hozir sizga. Oddiy sovun va tuz. U hammaning uyida bor narsa. Qarang, 5 gram suv olasiz. Yarim qoshiqcha tuz. Yarim qoshiqcha tuz. Eritasiz va sovuningizni qanaqa sovun ishlatasiz menga farqi yo'q, lekin aloe verali sovun, zaytun yog'li sovun bo'lsa zo'r bo'ladi. Oddiy sovunga yuvgan vaqtlarim ham bo'lgan. Endi shuni shunday qilib yuvasiz, yuzingizga ishqalaysiz. Yuzingizga ishqalaysiz yaxshilab. Qarang, tuz eridi o'sha. Yuzingizga ishqalang, yuzni tozalaydi, yuzdagi nuqtachalarni tozalaydi, qorayib qolgan tochka-tochkalar bor-ku, issiqlikli joylari, o'shalarni ham tozalab beradi. 5 minut turgandan keyin yaxshilab yuvib tashlasangiz bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Ham sovun, ham tuz. Uxod bu. Tuz bilan yuvib bo'lganingizdan keyin sovunni orqa tarafi bilan ishqalab yuvib tashlang. Men yuzimni yaxshilab yuvib keldim. Endi yuzingizni yaxshilab quritib, namlantiruvchi kremingizni surib qo'ying. Bu foydali bilgini hammaga yuborib qo'yishni unutmang.